aybimni tan oldim, o'zgarishga harakat qildim, miyani o'zgartirdim, fikrlashni o'zgartirdim, hammani yaxshi ko'rishni boshladim. Hammadagi minusni plusga to'g'ri tushunishga, balki noto'g'ri tushunib qolgandirman, balkim u menga manaqa ma'noda aytgandir deb turib qiyinroq bo'ladi negativ psiko. Lekin shuni 8 yil qizlar, 8 kun emas, 8 oy emas, Oltin xonim mana bunday hozirgidek Oltin xonim bo'lish uchun 8 yil ketdi. Hay baraka topirlar, oson emas. 50 yillik negativ miyani men pozitivga o'tkazishi o'zi bo'lmaydi. Mana endi 55 ga kelib men hozir pozitivman. Mendan faqat nur tarqalib turadi. Mendan to'ka baxt tarqalib turadi, o'zim maqta ketamda. Mendan faqat boylik tarqalib turadi. Mana shundayman. Buni kim yaratdi? Qani aytinglar-da. Men o'zim shuni harakat qilib, o'zim o'zgartirdim. Agar aytishingiz mumkin, Alloh taolo sizni 55 ga kelib o'zgartirdi deb. Yo'q, Alloh taolo meni shu yerni o'zgartmoqchi bo'lgan. U mehribon-ku. U bandasini baxtli bo'lishini xohlaydi-ku. U menga 30 yoshimda ham "Hey Oltin" dedi. 35imda ham "Hey Oltin" dedi. 40 yoshimda ham, 45da ham Alloh taolo menga har tomonlama kelib tushuntirdi. Bunaqa bo'lmaydi. Bunaqa bo'lmaydi. Qayerdadir meni kimdir xafa qiladi. Ya'ni kimdir xafa qilsa biz xafa bo'lamiz-ku. U odam bizga o'zimizni minus tarafimizni ko'rsatadi. O'sha odamni shunday qilib qo'ygan uni o'zi emas, Alloh taolo o'zi gapira olmaydi-ku. O'sha bandasi orqali menga yetkazadi. Mana shu yerda seniki neprav Oltin deb. Lekin men u odamni qabul qilmayman. Yo'q deymanda undan xafa bo'lib ketaman. Yo'q deymanda, ya'ni Alloh taolo men bilan gaplashdi, men uni qabul qilmadim. Aytadi-ku, har kuni har biring bilan gaplashaman deydi. Savol shundaki deydi, eshitarmikan meni bandam deydi-ku Alloh taolo. Eshitmaymiz-ku. Eshitmaymiz, biz aqllimiz-ku. Biz kimnidir eshitib olamiz deb bo'ldi. Shu bilan tochka. Boshqa bilim bizga kerak emas deymiz bo'ldi. Shu prav deymiz bo'ldi. Men esa eshitdim, Alloh taolani eshitdim. Hozir esa hech qanaqa o'rtadagi o'rtakashlarni eshitmayman. Pryamoy o'zi bilan gaplashaman. Pryamoy gaplashamasam ko'pchilik meni asaragara chupkara deb men o'tirib olib bir nimalar yo'q. Oddiy odamman men ham. Prosta men bu miyamni, ongimni, qalbimni tozalab bo'ldim-da. Qalbing tozalangandan keyin, miyang tozalangandan keyin, o'sha energiyang toza bo'lgandan keyin avtomatik olam bilan bog'lana olasan. Ya'ni o'ylagan narsang hayotingga kirib keladi. Mana shu nima qilsam ekan desang, birdaniga g'oya keladi, birdaniga bir fikrlar keladi. G'oya fikrlar kimdan? Alloh taoladan. Siz toza bo'lsangiz, siz bilan bog'lanaverar ekanda va hamma o'ylagan narsangiz kirib kelaverar ekan.